Sabr bu azizlar qiyinchilik, tangchilik kelgan mahalda sobit turib o'zini ushlash. Sabr 3 xil. Ya'ni musibatga sabr qilish, ma'siyatdan sabr qilish, toatga sabr qilish. Musibat bilamiz, har qanday musibat bo'lsin, bunga sabr qilishlik talab qilinadi. Qanaqa musibat bo'lsin, bunga sabr qilishlik kerak. Musibatda katta kichigi bo'lmaydi azizlar. Hatto Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam poyabzalning boylaydigan ipi uzilib ketishlik ham bir musibat, unga ham inna lillahi va inna ilayhi rojiun deganlar. Hechgina xoh u ma'naviy bo'lsin, xoh bir iqtisodiy bo'lsin, hammasi bir imtihon. Buning uchun albatta odam, har qanday mo'min musulmon sabrli, qanoatli bo'lishlik kerak va bu sabri evaziga mukofotni umid qilish kerak. Yoki bo'lmasa ma'siyatdan sabr. Ma'siyatdan sabr degani gunohlar qilishlikdan saqlanish. Bunga ham sabr kerak. Bir insonni bir xonadonga qamab ustini qulflab, bunga hech qanday gunoh qilishni imkoniyatini bermasak, aytaylik unga ichkilik bermasak, biz u odamni ichmayapti deb ayta olmaymiz. İçe olmayapti deb aytamiz. İmkoniyati yo'q. Lekin hamma narsani bilib turib, imkoniyati bo'la turib, shunday ma'siyatni ko'rib, shundan o'zini saqlab olishlik uchun katta sabr kerak, taqvo kerak. Allohning toati uchun ham sabr kerak. Mana kelamiz, tahorat olamiz, kirib o'tirishligimiz mana shu toat, itoat uchun ham sabr kerak. Umuman mo'min musulmon odam har qanday holatda o'ta sabrli bo'lishlik kerak. Esimizdan chiqarmasligimiz kerakki, Alloh azza va jallani ham as-sabur ismi borligi. Hiç o'zingizga savol berib ko'rganmisiz? Alloh sabr qiluvchi. Alloh azza va jalla qanaqa sabr qiladi? Musibat yetmasa, har qanday musibatni bartaraf qiluvchi zot, dard berguvchi, shifo berguvchi o'zi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shunga javob berganlar. Aytadilarki, aziyatga Allohdan ko'ra sabr qiluvchi zot yo'q deydilar. Allah o'zi yaratgan bandasi unga kimdir sherik qilsa, kufr keltirsa ham sabr qilib Alloh taolo uni ofiyatli qilib uni rizqini beradi dedi. Alloh sabr ila hammasiga berar ekan. Biz shundan o'zimizga xulosa olishimiz kerak aslida. Har qanday holatda sabrga intilishimiz kerak. Sabrli bo'lishimiz kerak.